Assalomu alaykum aziz mijozlarimiz. Bugungi Max Tuning'dagi Leap Motors C16 avtomobilimiz tayyor. Bu avtomobilga qilib bergan ishlarimizdan ko'rsatib obzor qilamiz. Birinchi navbatda kapot qismlari, faralari, bamper qismi hamda krilolari to'liq brana plyonka qilindi. 210 mikrolli yaxshi plonkalardan. Oldi labovoylari ham toshib chaqib tashlamasligi uchun to'liq brana plyonka qilindi hamda sonzashli plyonka ichidan bor. Undan keyin tom qismi to'liq panoramasi brana plyonka qilib berilgan. Krugovoy tonirovka qilib berganmiz. Premium klassdagi yaxshi plyonkalardan tonirovka qilindi. Tashqaridan beton bo'lib turadi, ichkaridan ko'rinishi idealni obzor olib beradi. Rayno brendi ostidagi plonkalarimiz. Bundan tashqari bu avtomobilimizni to'liq salon laminatsiya qilib berdik. Monitorlari uchun anglitsifikatsiya hamda prilojeniylar uстановка qilindi. Premium mahsulotlarimizdan bo'lgan yaxshi poliklarni ham solib berganmiz. Sim kartasi so'tlanmashda ko'rinish uchun videoda qo'ydik. Keyin joyiga joylab qo'yamiz. Bundan tashqari oldi bamperlarda bilasizlar gibrid mashinalarda mana setkasi bo'lmaydi bunda. Setkalarini ham qo'yib berganmiz. Shunaqa xizmatlarimiz kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol bizga Max Tuning murojaat qilaverasizlar.